Ilonga 1000 yil asal ichirsangiz ham u baribir zahar chiqaradi. Hayotda ham xuddi shunday. Ba'zi insonlarga qancha yaxshilik qilmang, qancha shirin so'zlar bilan gapirmang, ular siz tomon zahar sochishda davom etadilar. Chunki bu ilonning tabiatiga xosdir. Ilon hatto uni qutqarmoqchi bo'lgan insonni ham chaqadi. Ko'p odamlar bor, yuragi zaharga to'la. Ular dunyoni ham mana shu zahar orqali ko'radilar. Ular barchani o'zlaricha shubhali, dushmandek tasavvur qiladilar. Shunday odamlardan o'zingizni saqlang. Ulardan uzoq yuring. Bunday insonlarni na tuzatish va na qutqarish mumkin, chunki ular faqat zahar bilan yashaganlari bois asalning ta'mini bilishmaydi. Ilonlarga joy faqat ilonlar orasidadir. Sarvar Rahimiy. Sog' bo'linglar.